5-chi jup Grand Prix 81 finallik basqich. Islombek To'qoyev Gökburchda komanda Manas Pride. Mashq turuvchisi Maqsad Ashirbayev, Talg'at Rayimbekov. Grappling bo'yicha Qirg'izistonning chempioni buga cheyin MMA bo'yicha bir bettesh o'tkazib panda bir joli jengishga yetishgan. To'sib olingizlar, Islombek To'qoyev. Aning atandaşı Qizilburchdan chiqqan mushkar. MMA bo'yicha sport cheveri. Komanda Shumqar Aqbars, mashq turuvchisi Elena Shevchenko, Azambek Shamshiyev. MMA bo'yicha Qirg'izistonning chempioni. GSP MMA'da 12 bettesh o'tkazib panda 5 jol jengishga yetgan. To'sib olingizlar, Sultonbek O'rozmamatulov. Tart uvoq tartqanmay tart. Tart uvoq tartqanmay. Bettesh ayaqtadi. Mushkallar o'rtada anda hurmatli do'stlar. Grand Prix 81 final. 5-chi juftda 1-raundda 2 minut 20 sekundada Muntuq Masmene jengishga yo'llandan arulaydi. Komanda Manas Pride Islombek To'qoyev.